Manimcha Lolan konsertini hamma konserti backstage'da nimalar bo'lganini ko'rdinglarmi? Kelinglar, men sizlarga shuni ko'rsatib beraman. Sizlarga aynan tansorlarning kostyumini qanaqa yaratilganini ko'rsatib beraman, chunki ularni hammasini remix qildilar. Amman bo'lsa ularni komandalarda edi. Tak konsert juma kuni boshlangan bo'lsa, biz dushanba kundan уже xalqlar do'stida o'sha kundan tansorlarga primerka qilishni boshladik. Undan oldin qila olmas edik, chunki ular endi Qozog'istondan kelishgan. Eng menga g'alati, noodatiy tuyulgan joyi 6 ta tansor uchun 3 tadan kiyimni tikishga 2 hafta berilgan. Menimcha 2 hafta ichida shuncha kostyumni qilib olish bu просто нереальный ish. Va shularni hammasini Marjona 2 haftaning ichida o'zlari qildilar. Bizlarni bo'lsa primerka yoki qo'l ishlarini qildirish uchungina chaqirdilar. Men bilmayman qanaqa qilib shuncha narsani bitta odam qila olasizlarmi, lekin shu переделка uchun ham juda ham ko'p vaqtimiz ketib qoldi. Biz ertalabdan kechqurungacha faqatgina переделка qildik. 3-4 kun faqatgina shu ishlarni qildik, chunki organizatorlarga yoki qo'li yoki oyog'i yoki nimadir yoqmay qoladi yoki maskasini переделка qildirish kerak bo'lib qoladi. To'g'risini aytsam, tansorlarning kiyimi juda ham qiyin ekan. Bu yerda hamma nyuanslarni qarash, hammasini o'ylash kerak, chunki ular harakat qilganda hech balo hech qayerga chiqib ketib qolish kerak emas. Biz hammasini zo'r qilib uddaladik va eson-omon birinchi progonimizni o'tkazib oldik. Va shu bilan juma kuni eson-omon konsertimizni boshladik. Konsertda backstage'dan vlog xohlaysizlarmi?